Assalomu alaykum. Yunusobod 9-kvartaldagi улучшенный planirovka kvartiraga keldik. Ichidagi hamma narsa qoladi. Bu bitta zalimiz. Zalimizda divanimiz bor, lyustramiz. Mana bu komodimiz ham bor. Komodimiz bor. Chiqamiz. Mana bu yana zal. Mana ikkinchi zalimiz. Ichida mana shu hamma narsa jihozlar qoladi. Tayyor kirib yashaydigan. Komodlari ham bor. Bu yerda spalniyaga kirishdan oldin mana bitta sanuzelimiz bor. Sanuzel. Bu yerda spalniya. Har bitta xonada oynamiz bor, lyustralarimiz bor yangi. Joylashgan. Bor. Mana bu yerda ikkinchi spalniyamiz. Mana hamma narsa qoladi. Chiroyli qilib joylashgan. Hamma narsa chiroyli, joy-joyida joylashgan. Mana bu yerda kuxnyamiz. Hamma narsa yaxshi mahsulotlarda ishlatilgan. 2x6 balkoni ham bor. Mana bu yerda balkonimizda televizor, kalovat, shkaf, hamma narsa joylashgan. Mana konditsionerlargacha qoladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon qilinglar. Juda katta, juda chiroyli qilib did bilan ishlangan.